Assalomu alaykum Chorva Bo'ston kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Mana akalar, hafta kuniga dushanba 2026-yil 16-mart Andijon viloyati Bo'st tumani Yangi Bo'ston rayonidan bo'ladi. Mana Furqat akalari xonadoniga yetib keldik. Obunachilar, mana bugungi videolarimizda ikkita bo'g'oz, bitta ena bola sigirimiz bo'ladi. Obzorlari videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan like deb qo'yasizlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Qani bo'lsam videolarimizni boshlaylik. Oyatulloh, keling bo'lmasam. Assalomu alaykum Jamshid aka. Alaykum assalom. Oyatulloh, yaxshimisiz? Mana Chorva Bo'ston obunachilariga yangi mollar ko'p qo'ydik. Ko'radi. Yo'qsa kelishamiz aka. Ikkita bo'g'oz, bitta ena bolasi. Ikkita bo'g'oz, bitta ena bola ekan-a? Hammasi yosh mollar aka. Xudo xolasa. Keyin obzorni bo'laveradi. Oyatulloh, bo'lmasam videolarimiz boshlardik bo'lmasam birinchi molimizdan ena bolasidan, xudo xolasa, ena bolasidan. Jigalar bolasi xunajincha ekan-a? Enasi hali yoshga to'lmagan, bo'zay haliga tish buzmagan aka. Tish buzmagan birinchi bolasi ekanda, enasini orqalaridan ko'rsatay. Oyatulloh, buni bitta aybi shu yelimi 3 ta ekan-a? Ha, zavatskiy yoshligidan o'zi shunaqa. Molimizni Alloh yaratgan ekan shu. Turishini ko'ringlar, molimizni kuchlilari kuchli. Molimizni bo'ylari 1.25 kilosiga chiqadi. Xudo xolasa, mana yelimlardan ham ko'rsatayım. Mana bolini aytib qo'ygan yaxshi. Mana yelimi 3 ta ekan. Yelimlari 3 ta. Bolasi mana. Bolasi xunajincha ekan. Bolasini ham turishini ko'ringlar. Ikkinchi molimiz-chi, Oyatulloh? Ikkinchi molimiz Shved parodami bu? Qanaqa bu? Shved paroda xunajin aka. Xunajin, ha? Birinchisiga Xudo xolasa. Qonnidagi birinchisi ekanda bo'lmasam, ha? 6 oylik bo'g'oz aka. 6 oylik bo'g'oz 5 oyga olishversa bo'lmasam, ha? Tekshirtirib olishadi. O'zlari uchun tekshirtirib olaveradi, ha. Yebish sog'liqlari hamma yo'g'iga garantiyasini berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bu ikkinchi molimiz. 6 oylik bo'g'oz 5 oylik olaverasizlar. Bunisini-chi, bunisini? Aka, bunisi ikkinchi qoringa bo'g'oz 6 kura sut yo'q edi aka, sutdan chiqarib yuborganmiz. Bunisi ham 6 oylik bo'g'oz aka. 6 oylik bo'g'oz 5 oyga olishaversin. Buni ham shu o'zlari uchun bir qator tekshirtirib olishaveradi. Suti yo'q, ha? Suti yo'q. Sutdan sut to'xtatilgan ekan. Sut to'xtatilgan orqa holatlardan ko'rasiz. Jigarlar, bo'ylari hammasi 1.20 kilosiga olaverasizlar bo'ylarni. Bo'ylarni ham o'lchadik. Keyingi videolarimizda metrlab o'lchab ham beramiz video davomida. Hozir videodan oldin o'lchab oldik, 1.20 kilosiga hammasi chiqadi, xudo xolasa. Bo'lsam Oyatulloh bir boshdan mollar ko'rsatib, narxi eng qisqa joyini aytib ketaveraylik mana. 6 oylik bo'g'oz esa buni. Bunisi 6 oylik bo'g'oz 5 oyga olaverasizlar. Buni-chi? Buni ham 6 oylik bo'g'oz. Bu ham 6 oylik bo'g'oz 5 oylikga olaverasizlar. Mana 3-oylik molimiz. Bolasi xunajincha ekan, bolasini turishini ko'ringlar. Molimizni turishini ko'ringlar. Molimiz ham kattaligi katta. Oyatulloh, bo'lsa ena bolaga nech pul aytamiz, xudo xolasa? Aka, boshqa aloqalardan, Telegram gruppalardan surishtirib, solishtirib ko'rishaversin aka. Ha? Narxlarini surishtirib, bunaqa qilishsa kelishtirib beramiz bularda aka. Dastlabkilari vodiy bo'ylab besplatniy, xudo xolasa, besplat. O'sha dastlabkilarni ham hisobga olib aytyapmiz-da hammasini. Bo'lsa Oyatulloh, narxini ayting, buni narxi nech pul deymiz? Aka, bunisi 21,5 million so'm kami bor. Ozgina o'tib beramiz aka. 20 million 500 ming so'mdan ozgina kami bor. Yo'l kirasi dastlabkasi vodiy bo'ylab besplatniy. Yana bitta narsa obunachilar, bu aytilayotgan narx muhim emas, Oyatulloh. Bu aytilayotgan narx muhim emas. Telefon qilaveringlar. Olasizlar 1 milliondan boshlab savdoni qilib 15 millionga olasizlar, 16 millionga olasizlar. Yog'i o'zlari telefon qilaveringlar. Aytilayotgan narx muhim emas. Oyatulloh, bo'lsa ikkinchisini aytamiz. Bunisi aka jupiga 40 million so'm aka. Jupiga 40 million so'm, 20 million so'mdan aganda jup olaman deganga yana ham arzon qilib berasiz, xudo xolasa. Dastlabkasi bitta ketadi, kelishtirib, bunisi birinchisiga bo'g'oz 40 million so'm, ozgina kam bor. Yo'l kirasi dastlabkasi vodiy bo'ylab besplatniy. Jupiga 40 million so'm. Yakka 20 million so'mdan to'g'ri kelyapti, o'shanda 20 million so'mdan. Mollarimizni turishini ko'ringlar, jigarlar. Yebish sog'liqlari hamma yo'g'iga 1 oy garantiya berasiz. Oyatulloh, men hamma manzillar biladi. Telefon nomerlaringizni yozamiz, jigarlar. Mana ko'p kanallardan ko'rib olyapman, 1 oy 1,5 oy molga garantiya beryapti. Oyatulloh, siz ham shunaqa garantiya berasiz, xudo xolasa. 1,5 oy yemay qolsa, masalan, ichmasa, tepsa, boshqa qilsa, ko'tanchisa, boshqa qilsa, ustsa 1 oy 1,5 oyga garantiya berar ekan. Bemalol telefon qilaverasizlar, bo'lmasam telefon nomerlarimizni aytib keting endi. 93lik aka. 93lik kodi bilan 425 425 36 25 aka. 36 25. Manzilimiz Andijon viloyati Bo'st tumani
Yangi Bo'ston rayonidan bo'ladi. Jigarlar telefon qilaverasizlar. Yana bir boshdan bitta ko'rsatayım molimizni. Orqa holatlarda mana shu qipil qilyapti. Orqa holatlarda mana. Qiziqadigan jigarlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Turishini ko'ringlar molimizni. Mana. Bo'lmasam jigarlar yana bitta oyatlar bitta aka yaqin bo'g'oz so'radi. Shu bir hafta 10 kun ichida tug'adigan bo'g'oz yo'qmidi? Bormidi dedi bitta obunachimiz, yosh kattaroq tog'a. O'shunga bormi bironta yaqinda? Ha, bitta bor aka. Bitta bormi? Bo'lsa o'shuni ko'rsataylik. Albatta aka. Bo'laveradi, oldiga boramiz jigarlar. Yaqin bo'g'oz yotib olgan o'sha 2 kunda tug'adi, 2-3 kunda. 2 kunda tug'adi, baraka qilib qo'ysalaringiz, tug'ib qolsa bolasini olib borib beraverasizlar. Bo'lsa ketdik o'shunga ko'rsatamiz. Obunachilar jigarlar mana kuni qolgan bo'g'ozni oldiga keldik. Mana kuni qolgan bo'g'oz ekan. Oyatlar buni tug'aman qilib bu yotib olyapti ekan. Turgizmay qo'yaveraylik, yana tug'ib qo'ymasdan bir turgizib ham ko'raveramiz. Oyatlar bitta tog'amiz telefon qildi. Uka menga shu bir hafta 2 kun ichida tug'adigan mol bo'lsa bir ko'rsating degan obunachimiz bor edi bitta. Aka mashi bor endi, xudo xolasa mana yaqin qoldi. Agar mashi molga novoz tutsa ham, xunajin tutsa ham ash pulga kelishib qolsa, ash pulga olib borib beramiz aka. Buni puli necha pul qilasiz oyatlar buni? Pulini ayting mana. 21,5 o'tib beramiz aka. 21.500.000 so'm kami bor. Buni ham o'sha yo'lkalar, dastlabkilari vodiy bo'ylab besplatniy. Jigarlar telefon qilaveringlar, aytilayotgan gap muhim emas. Bitta turgizib ko'rsataveringlar, bitta ovora qilib turgizamiz endi buni. Bitta turgizing mana. Bir kun 2 kunda tug'arganda bu xudo xolasa, bir haftada ham, bir haftaga ham beraman, ertaroq tug'ib qolsa yaxshi bo'lib qoladi. Mana ko'ylab, buni ham bo'ylari o'sha 120 kiloga chiqadi. Bo'lmasam oyatullo keyingi videolarga xudo xolasa aka xohlagan mollardan topamiz. Kommentariyaga yozishsa, o'shunga qarab mollarni olib kelaverasiz. Xohlagan turini topishga harakat qilamiz aka. Bo'laveradi. 1,5 oy garantiyasi bor. Akalar bo'lmasam videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yasizlar. Keyingi videolarimizga qanaqa mol qiziq, nima qiziq, bo'g'oz, ena bola suti bor, qancha suti bor, hammasini kommentariyaga yozaveringlar. O'sha mollarni olib kelishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Yangi bo'zay bo'ladi. Bo'lmasam keyingi videolarni ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.